Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'r televiziyasining kundalik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men Iftixor Abdurshid. Bugun seshanba. Hurmatli ko'ruvchilar, tövani diqqatinglar kundalik xabarlar programmamizning tafsilotida bo'lsin. İspaniyaning La Vanguardia gazeti Xitoyning atalmış millatlar ittifoqligini ilgari surish qonunining Uyg'ur va Tibet xalqiga keltiradigan besimi va assimilyatsiyaning xavf-xatarini tanqid qilgan. İspancha chiqadigan xalqarалық gazet La Vanguardia Xitoyning atalmış millatlar ittifoqligini ilgari surish qonunining surgunda yashayotgan Tibetliklar, Uyg'urlar va Hongkongliklarning norozilik ovozlariga tehdit solganligini tanqid qilib, 24 avgust cho'ng hajmlik bir ziyorat xotirasi e'lon qilgan. Mazkur ziyorat xotirasida muxbir Dunyo Uyg'ur qurultiyining muavin raisi Zumratay Erkin, Germaniya Tibet harakatining ijroiya direktori Tenzin Cho'xbava, Xitoy milliy siyosati mutaxassisi va professor James Leibold, Barselonadagi Casa Tibetning qurg'uvchisi Tubtin Wangchen qatorliqlarni ziyorat qilgan bo'lib, ziyorat qilingan mutaxassislar va siyosiy faoliyatchilar Xitoyning atalmış qonunni yo'l qo'yishdan burunla Sharq Turkiston va Tibet xalqiga qarata ilib berayotgan bostirish siyosatlarining bu rayonlar Xitoy ishg'oliga uchragandan keyin izchil mavjudligi va davom qilib kelayotganligini, bu qatim mazkur atalmış qonunni yo'l qo'yish orqali yillardan yurgizib kelgan qirg'inchilik siyosatini qonunlashtirishga va assimilyatsiya qadamini teziltishga maqsad qilganligini o'tirib qo'yishgan. Bu ziyorat xotirasida Xitoyning atalmış millatlar ittifoqligini ilgari surish qonuni Xitoy millatining boshqa millatlarga bo'lgan madaniyat jihatdagi hukmronligini mustahkamlab qolmay yana davlatga qarshi va millatlar ittifoqligi va taraqqiyotiga buzg'unchilik qiladigan jinoyatlarni sodir qilgan Xitoy sirtidagi tashkilotlar va shaxslarning qonuniy mas'uliyati surishtirilganligi belgilanganligini, buning chegara halqagan bostirishni qonunlashtirishni maqsad qilganligini o'tirib qo'ygan. Bu ziyorat xotirasida Zumratay Erkin Xitoy hukumati qo'rqitish va tehdit silish orqali muhojirat Uyg'urlarni bostirdi deganlarni o'tirib qo'yib, bu xil tajovuzchilik harakatining o'zining mohiyatining bir qismi bo'lib kelganligini, Xitoyning ba'zi ahvollarda iqtisodiy ilhomlantirish va qo'rqitish orqali muhojirat jamiyatini parchalashga urinib, Uyg'ur faoliyatchilarini bostirganligini, bugungi kunda Xitoyning kuchi dunyo miqyosida eshib, ilg'or texnikani bostirish uchun ishiltishi masalasini texnik murakkablashtirib o'tganligini, demokratik davlatlarda yashayotganlarga buning ta'sir bo'layotganligini o'tirib qo'yib, Yevropa demokratik hukumatlarini o'zlarining kishilik huquq maydonini Xitoy bilan bo'lgan munosabatdagi faqat savdo qilish quroliga aylantirmaslik kerakligini ta'kidlagan. Bu haqda James Leibold atalmış yangi qonun 1990-yillardan buyon mavjud bo'lib kelgan bir qator assimilyatsiya siyosatlarini kodlashtirdi deganini ta'kidlab, bu qatim nishon Xitoy chegarasidan halqib ketgan Xitoy Xalq Jumhuriyati qurilgandan buyon davlat halqigan bostirishlar elib berilib keldi. Hozir ular haqiqiy ta'sir ko'rsatishni xohlaydigan kishilar, muhojirat jamiyatidagi kishilar, eng ko'p ta'sirga uchraganlar turk va musulmon xalq bo'lgan Uyg'urlar, Tibetliklar va Hongkongliklar deydi. Tenzin Cho'xbava bu ziyoratda muhojirat kishilarning faoliyatchi bo'lganligi uchun terrorlik bilan ayblanish xavfini keltirib chiqarish mumkinligini o'tirib qo'yib, bu Xitoy hukumatiga muhojiratlik faoliyatchilarning ovozini bostirish uchun qonuniy asos yaratib berib, muhojirat xalqlarining noroziligini davlat bexatarlik masalasiga aylantirdi. Bu qonunga Birlashgan Davlatlar Tashkiloti va har qaysi demokratik davlatlar qattiq va amaliy inqos qaytarishi zarur deganini ta'kidlagan. Kadalning kishilik huquq va xalqaro demokratik ittifoqlik yig'inida Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi asosli tema bo'lgan. Turmadagi Uyg'ur ma'rifat tadqiqotchisi professor Yolqin Rozga Argentinaning Buenos Airesdagi kishilik huquq va demokratiyani qo'g'dash tashkiloti Kadal, ya'ni Latin Amerikasini echish va taraqqiy qildirish markazi tarafidan 2026-yilda Graciela Fernandes Mejidi kishilik huquqni qo'g'dash mukofoti berilgan bo'lib, 23 avgust kuni Yolqin Rozi va uning oilasiga vakolatan bu mukofotni Dunyo Uyg'ur qurultiyidan bir hay'at topshirib olgan edi. Kadalning 24 avgustdagi kishilik huquq va xalqaro demokratik ittifoqlik yig'inining ichilish so'zini Roshan Abbos xonim qilgan bo'lib, u so'zida Xitoyning qirg'inchilik siyosatini kun tartibga elib kelib, bir xalqning erkinlikka qilingan hujumining insoniyatga qilingan hujum hisoblanganligini, kishilik huquq va erkinlikning insonning aqalli huquqi ekanligini o'tirib qo'yib, birlik va hamkorlik bo'lganda hech qanday hokimiyat bostira olmaydiganligini ta'kidlagan. Roshan Abbos so'zida "Men bir Uyg'ur, bir ona
ve men bir tutqunning singlisi. Men faqat bir Uyg'ur Amerikalik sifatida so'z erkinligimni ishlatganligim uchun hadam tutqun qilinib qamoqqa ilindi. Navbatda Uyg'ur xalqi ko'pincha abstrakt shaklda tasvirlangan, ammo amaliyotda to'lim rayimsiz va konkret bir qirg'inchilikni boshdan kechirmoqda. 70 yildan ortiq vaqtdan buyon vatanimiz Xitoy hokimiyatining ishg'oli ostida mavjudligini saqlash uchun kurash qilib keldi. Ammo vaqtning o'tishiga ergishib, bu ishg'ol va qirg'inchilik doimlik mustamlik siyosatiga aylanib, 2017-yilga kelganda ochiq oshkora keng ko'lamli qirg'inchilikqa aylandi. Sharq Turkistonda bizning kimligimiz jinoyat, e'tiqodimiz kasallik deb qaraladi. Uyg'ur xalqining kundalik turmushi nazorat qilinib, oilalar parchalanyotdi. 1.500.000 ga yaqin Uyg'ur bolasi davlat boshqarilgan yotoqli maktablarga elib ketilib, bugungi kunda qulluq, bexatarlik va muqimlik bahonasi bilan normallashtirildi. Uyg'ur majburiy emgak bilan ishlab chiqarilgan tovarlar hamma yerda tarqalmoqda. Biz Uyg'urlar uchun yana davlat halqigan bostirish abstrakt hukm emas. U oilalarimizni parchaladi. Biz Xitoyning chegarasidan qanchalik yiroqqa barsaqmi, har bir Uyg'urga Xitoyning qora qo'li soyidek egashmoqda. Buningdan 8 yil ilgari hadam doktor Gulshan Abbas men Xitoyning vatanimdagi xalqimga qarshi jinoyatlarni oshkorlagan tunji so'zimdan 6 kun keyin mening ovozimni bostirish uchun Xitoy hukumati tomonidan majburiy g'oyib qilinib turmaga tashlandi. Uning birdan-bir jinoyati hadam bo'lganligi edi. Mening uzun yillik do'stim ve Dünya Uyghur Qurultayıning sobiq raisi Dolqin Aysamo o'xshash o'ch ilishga duch keldi. Uning opsi jazo lagerida qazo qildi. Bir ukisi umrlik qamoq jazosiga, yana bir aksi 20 yillik qamoq jazosiga hukm qilindi. Xitoyning davlat halqigan bostirishi mush shaklda ishlaydi. Oilasini jazolash, faoliyatchini qo'rqitish va ovozni bostirish, nishonga ilish, besim ishlatish, tor hujumlari va hatto o'lim tahdid qatorliqlar. Shundaqdimi men bu kurashni davomlashtirman. Chunki men boshqa tanlashning nima ekanligini bilaman. Bu bo'lsa-mu diktator hokimiyatlarining xalqimizning erkinligi, kimligimizning mavjud qilishiga yo'l qo'yish qo'ymasligini qaror qilishiga sukut qilish demakdir. Kadalning 24-avgust kechdagi diktator hukumatlar kishilik huquqni cheklab, xalqni bostirganda qarshilik ko'rsatish uchun qanday vositalar ishlatiladi, kishilik huquqning haqiqiy ma'nosi qolmadi deganlarga nima deymiz degan temada Dolqin Ayso apandining qatnashishida savol-javob va dialog shaklida suhbat ilib berilgan. Dolqin Ayso apandi bu vaqtda tafsiliy ma'lumot berib, mundaq deydi. Bu yığının bir programmasida Buenos Aires Universiteti Qonun Fakultetining professorsi Marcelo Alegra bilan men so'z qildik bu yerda asosiyatdan bu inson haqlari xalqaro qonunlar doirasida muzokaralar etdik. Bugun demokratik davlatlarda bo'lsin veya diktator davlatlarda bo'lsin, ommaviy tashkilotlarning, xalqaro tashkilotlarning duch kelayotgan qiyinchiliklari, qarshi harakatlari va yuz-yuzga kelayotgan har xil shakldagi raqobatlar, g'albalar, natijalar, qiyinchiliklar masalasi haqida jurnalist mutaxassis Maria Los Angeles xonimning riyosatchiligidagi bu panelda so'z qilib, biz Uyg'urlarning bugun duch kelayotgan irqiy qirg'inchilik nuqtasini chiqish qilgan asosda Xitoyning bu chegara halqan bostirish siyosatini qanday shaklda dunyoga kengaytayotganlik masalasi nuqta nazarini chiqish qilgan asosda bu nimada bu programda so'z qildik. Türkiye insonparvarlik yordam vaqfisi Konya sho'basining taklifi bilan 22 avgust kuni Konyada Xitoyning Sharq Turkistondagi qirg'inchilik va assimilyatsiya siyosatining oz bilingan taraflarini muzokara qilish uchun yig'in o'tkazilgan. Mazkur yig'inda Dünya Uyg'ur Qurultiyi vaqfisining raisi va Dünya Uyg'ur Qurultiyining bayonotchisi professor doktor Erkin Ahmad so'z qilg'uchi sifatida taklif bilan qatnashib, taxminan 150 odam qatnashgan bu yig'inda tajovuzchi Xitoyning 1949-yili Sharq Turkistonni ishg'ol qilgandan keyin yo'l qo'ygan uzun muddatli assimilyatsiya siyosatlari va bu siyosatlarning hozirgi doirasi haqida yig'in qatnashchilarga tafsiliy ma'lumot bergan. Professor doktor Erkin Ahmad so'zida Xitoy hukumatining Sharq Turkistonda Uyg'ur xalqiga qaratgan siyosatining faqat yaqinqi bir taraqqiyot emas, balki 1949-yildan buyon davomlashib kelayotgan sistemalik va uzun muddatli assimilyatsiya siyosati jarayonining bir qismi ekanligini, bo'libmi Uyg'urlarning kimligi, tili, madaniyati va ijtimoiy qurilmasini ajizlashtirib, yo'q qilishga qartilgan siyosatlarni alayda yo'rtib berib, Xitoyning 2013-yili yangi Ipak yo'li loyihasini e'lon qilgandan keyin Sharq Turkiston qaratgan assimilyatsiya siyosatlarining taqimi tezlashganligini va Sharq Turkistondagi Uyg'ur xalqining rayonning nopus, madaniyat va til qurilmasining o'zgarishi bilan assimilyatsiyaga uchrayotganligini tushuntirib o'tgan.
Mazkur yig'inda Sharq Turkiston masalasi to'g'risida jamoatchilikni xabardor qilish va Xitoyning rayondagi siyosatlarini tarixiy va hozirgi nuqtadan muhokama qilish jihatda muhim bir yig'ilish bo'lgan bo'lib, yig'in oxirida professor doktor Erkin Ahmad insonparvarlik yordam vaqfisi Konya sho'basining mas'ullariga Dunyo Uyg'ur qurultiyining sobiq raisi Dolqin Aysoning "Mening Xitoyga qarshi kurashlarim" nomli kitobini sovg'a qilgan. Hurmatli ko'ruvchilar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sundik. Kelar qitimliq sonimizgacha ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Stansiyamizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.